Selamünaleyküm. Bugün ötmekçi olan dersimiz Windows'ga Engine 9 RTMP server kaçlaş. Bunun birinci kademde aldığılan bunun torbat kirip düşürürüz. Bunun şu Engine 9 Windows degan ish yasak bo'ldi. Buni hozir tushirib bo'ldik. Tushirib bo'lgandan keyin buni ekran yuziga tashlay. Bundan keyin buni radni ish oldim. Radni ish olgandan keyin birinchi qadamda buni qo'zg'atishdan burun config diye ölçüde kirimiz. Config ölçüde kirib Nginx config degan ölçütni tayyorlaymiz. Bundan keyin bu oldinda tayyorlagan bu RTMP serverniki kodni ko'chiramiz. Kodni ko'chirib bu yerga chaplagandan keyin bu yerga arkadaşlar yerga buni qo'shamiz. Buni saqladim. Saqlagandan keyin bu RTMP server degan mulozimatni ko'rsatadi. Bizning mulozimatining IP adresi qancha bo'lsa, shu olingan. Masalan, bu yerga izoh beraylik. 192, 168, 111, 100 bo'ldi. Endi bu listen degan buniki portda, masalan, 1935. Endi application live. Endi buni ishorat buni Turkiyaga yoki bunga ishorat yozamiz. Buni saqlab oldim. Bu qayta ish kirib bakamiz. Buni saqlanibdi. Endi buni qaytamiz keyinga Engine 9 ni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin buniki qo'zg'algan yoki qo'zg'almaganligini bilish uchun 127 ta buni bossak, bu yerda qo'zg'almaydi. Chunki biz bu yerda boshqa mulozimlarni qo'zg'atmadik. Shuning uchun bu qo'zg'almaydi. Shuning uchun bu yerga kirib qaraymiz. Task Manager kiramiz. Task Manager kelgandan keyin eni harfini bosish orqali Engine 9 qo'zg'almadimi qaraymiz. Qo'zg'almabdi. Bunisi qo'zg'almaganligini bilish uchun hozir cmd ni ochamiz. Engine 9 RTMP Engine 9 niki 16-qorda xatolik bor deydi.
Onu qarab bakayım. Bunun qilib bade böyle. Nima uchun xatolik chiqdi bu yerda? Copy qildim workstation. İncinden o'xshashlar xatolik. Mikro pakailan doon. Qo'zg'aldi. Qo'zg'aloqlarni bilish uchun dent task manager engine qo'zg'alibdi. Endi taqotoq. Endi buni kirdik. Uya kirib hozir VLC orqali biz kod qilishlarni kirib bakaylar. Ko'rmayotgan shuni o'rganishda oxirlashtirish kerak ekan. Entity